yillar va yo'llar, umrning o'tishi, omonat berilgan bu hayotda o'zidan munosib iz qoldira bilish. Bu iboralar butun boshli hayot falsafasini o'zida mujassam etgandek go'yo. Har bir odam saboq olish kerak bo'lgan bu jarayonning tub mohiyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, olimlar hayoti biz uchun o'rnak. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi, yuridik fanlar doktori professor Rahmonqulov Hojiakbar Rahmonqulovich ana shunday umrini ilm-fan rivojiga bag'ishlagan yirik olim edi. Bu yil ustoz tavalludiga 100 yil to'ldi. Hojiakbar Rahmonqulov 1925-yil 2-sentyabrda Chimkent viloyati Sayram qishlog'ida dehqon oilasida dunyoga kelgan. Uning bolaligida qiyinchilik damlar ko'p bo'ldi. O'smirligi ham Ikkinchi jahon urushi yillariga to'g'ri kelib, jang maydonlarida hayot uni yanada tobladi. Urushdan so'ng 1946-1950-yillarda Toshkent davlat yuridik institutida tahsil olib, ilm-fan rivoji uchun uzoq va mas'uliyatli yo'lni bosib o'tdi. Uning umr yo'llaridagi chizgilarda ikki jihat ko'zga tashlanadi. Birinchisi ilmiy faoliyati va qoldirgan merosi bo'lsa, ikkinchisi olimning hayotiy tajribasi. Aslida har ikkalasida ham ilm ulug'langan. Akademikning ilmiy merosini garchi bir jumlada ifoda etib bo'lmasa-da, ayrimlarini tilga olib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 1-qismiga umumiy tafsir va sharhlar, mulk huquqi, xususiy mulk va uning daxlsizligi, majburiyat huquqlari, fuqarolik huquqlarining subyektlari, fuqarolik huquqlarining obyektlari, bitimlar, oldi-sotdi shartnomasi, fuqarolik huquqi muammolari, xalqaro xususiy huquqning dolzarb muammolari va rivojlantirish istiqbollari kabi yuzlab monografiya, darsliklar, ilmiy maqola va o'quv qo'llanmalarini yozgan. Ular orasida ko'zga tashlanadigan muhim qirralardan biri bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini ishlab chiqishdagi faolligidir. Unda domla Konstitutsiyamizning jamiyat va shaxs bo'limini tayyorlashda ishchi guruhiga rahbarlik qilgan. 64 a'zodan iborat bo'lgan konstitutsiyaviy komissiya tashkil etilgan. Bu yerda endi mulkchilik masalalari bo'lgan, oila masalalari, mehnat masalalari, jamoat birlashmalari masalalari, siyosiy partiyalar masalalari, o'sha masalalar aniq ko'rsatib qo'yilgan katta masalalar bo'la hammasi. Hammasi takomiliga yetkazib 1992-yil bilamiz hammamiz 8-dekabr bayram ana konstitutsiyamiz qabul qilindi. Mana hozirgacha konstitutsiyamiz shu ijtimoiy hayotimizni tartibga solib, halima aytganday hamma qonunlarimizga asos bo'lib kelyapti. Hojiakbar Rahmonqulovichni demak konstitutsiyamizni tayyorlashda mehnatlari katta bo'lgan. Komissiyani eng avvalo biz o'sha o'zimizda asosiy maqsadlarimizni ko'rsatishimiz kerak edi qonunda. Bizning maqsadimiz kelajakda huquqiy demokratik davlat qurish. O'zimizda mustaqil huquqiy davlatni qurish masalasi qo'yildi. Ayniqsa inson huquqlari masalasini oldinga olib chiqdik o'shanda. Mana shunda domlaning hissasi katta juda ham. Konstitutsiyaning 53-moddada mamlakatimizda iqtisodiy asosini turli mulk shakllarini tengligi va xususiy mulk shakllari demak o'ziga xos himoya qilinishi to'g'risida normalar bor. Mana bugun tadbirkorlikda xususiy mulk asosiy o'rin egallayapti. Mana shuni huquqiy asoslarini tamal topishini ustoz Hojiakbar Rahmonqulovich ishlab chiqqanlar. Hojiakbar akani nafaqat olim sifatida, balkim juda katta qonunshunos sifatida ham ta'riflagan bo'lardim. Juda ko'plab g'oyalari bilan, ayniqsa mana shu mulkchilik munosabatlari, bu kishi asosan mana shu fuqarolik huquqi, mulkiy munosabatlar, iqtisodiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish masalalari bo'yicha ilmiy ishlar qilganlar va mana shu konstitutsiyamizni mulk huquqiga oid qismlarini yozishda u kishining juda katta o'rinlari, hissalari bor. Yana bir e'tiborli jihat. Akademik Hojiakbar Rahmonqulov fuqarolik va oila kodekslarining loyihalarini ishlab chiqish jarayonlariga ham boshchilik qilgan. Endi kodeksni tayyorlash juda og'ir masala. Ayniqsa fuqarolik huquqi mana huquqlarning ichida juda murakkab tomoni. Biz Hojiakbar Rahmonqulovich bilan mana bir xonada o'tirib ishchi guruhlarning a'zolari bilan birgalikda o'sha fuqarolik kodeksini modda hammasini muhokamasida ishtirok etar edik. Domlani shu fuqarolik kodeksini ishlashda ko'p mehnatlari singdi. Shuning uchun agar biz mana shu fuqarolik kodeksini asosiy mualliflaridan biri yo asosiy muallifi Hojiakbar aka Rahmonqulov bo'lgan desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Ilmiy jihatdan oladigan bo'lsak,
O'zbekistonda mana 15 dan ortiq kodeks bor. 15 dan ortiq kodekslar ichida eng kattasi bu fuqarolik kodeksi. 1199 ta moddadan iborat, 71 bob. Fuqarolik kodeksini bizda bozor konstitutsiyasi deb ham tom ma'noda aytishadi. Eng yirik ishlardan bittasi shu fuqarolik kodeksiga sharhlar. Bu degani 1199 ta moddaga sharhlar. Birinchi qismga sharhlar, umumiy qismga, maxsus qismga sharhlar. Bu eng katta asarlardan bittasi hisoblanadi. Umuman fuqarolik huquqida har qanday ilmiy ish qiladigan kishi albatta fuqarolik kodeksiga domla yozgan sharhlarda foydalanadi, unga murojaat qiladi. Domlaning bu boradagi yondashuvi shundan iborat ediki, fuqarolik huquqini barcha institutlar bir xil rivojlanishi kerak. Ayrimi rivojlanib, u bo'yicha dissertatsiyalar bajarilib, bir monografiyalar yozilib, qolgani boshqa institutlari o'shanday darajada rivojlanmasdan qolmasligi kerak. Domlaning shogirdlarini ular tomonidan bajarilgan ilmiy ishlarni shuni tahlil qiladigan bo'lsak, fuqarolik huquqining asosiy barcha institutlari bo'yicha mana shunday yirik tadqiqotlar amalga oshirilgan. Demak, o'sha mavzu tanlashda birinchi galda men nazarimda domla asoslanadigan mezon bu fanni bir tekis muvozanatli rivojlantirish. Fuqarolik kodeksi qabul qilingandan so'ng domla rahbarligida juda katta ijodiy kollektiv tomonidan fuqarolik kodeksiga sharhlar tayyorlangan. Mana fuqarolik kodeksi sharhlar bu bizda kodeksda tezkorlik bilan qo'llash amaliyotiga samarali joriy etilishda munosib o'rin tutdi. Kodeksga tegishli o'zgarish va qo'shimchalar kiritib bordi. Fuqarolik kodeksi sharhlarining ikkinchi nashri tayyorlandi. Bundan tashqari domla rahbarligida oila kodeksiga sharhlarni ham u kishi rahbarligida tayyorlangan. Va bu sharhlar bugungi kunga qadar ham bevosita o'quv jarayoniga, bevosita huquqni qo'llash amaliyotida ham xodimlarimiz uchun muhim qo'llanma bo'lib kelyapti. Fuqarolik huquqi bo'yicha dissertatsiyalar kelsa, nomzodlikmi, doktorlikmi, albatta Hoji Akbar aka bir ko'rsinlar. Hoji aka rahmonqulov qo'ldan o'tkazinglar derdim. Chunki undan ham o'tadigan domlani men ko'rmasdim endi. Hoji Akbar akaning maktabi bor o'zini. Yuzlab aytdim, yuzlab kandidat va doktorlarni tayyorladi. Bu hammani ham qo'ldan kelmaydi. Oxirgi yillarda ular tomonidan tayyorlangan fuqarolik huquqi muammolari degan darslik tayyorlangan. Bu asarlar birinchi o'rinda mana shu majburiyat, bitimlar, shartnomalar bo'yicha tayyorlangan asarlar amaliyot uchun ham, nazariya uchun ham juda ham muhim. Chunki u asarlar aynan mana shu fuqarolik huquqini normalarini bevosita bu jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlardan, shartnomadan tashqari majburiyatlar bor, ana ularni qanday tartibga solinishi kerakligi, qaysi holatda qanday huquq normalari qo'llanishi kerak va ular qanday sharhlanishi kerak degan masalalarni yechimini beradi. Va shu jumladan ustozimiz tomonidan tayyorlangan fuqarolik kodeksiga sharhlar ham aynan shu yo'nalishda tayyorlanganki, ular bevosita mana amaliyotchilar, shartnoma tuzuvchilar, ularni qo'llovchilar va sudyalar uchun katta manba hisoblanadi. Akademik Hoji Akbar Rahmonqulovning muallifligi va mas'ul muharrirligida bakalavriat va magistratura talabalari uchun fuqarolik huquqi, Rim xususiy huquqi, xalqaro xususiy huquq, tadbirkorlik huquqi, korporativ huquq, majburiyat huquqi kabi o'nlab fundamental darsliklar va o'quv qo'llanmalari yaratildi. Ustozimiz Hoji Akbar Rahmonqulov tomonidan bugungi kunga qadar biz yoshlar, mustaqil izlanuvchilar, olimalarni foydalanishi uchun 300 dan ortiq ilmiy nashrlarda o'zlarining maqolalari e'lon qilingan va bundan tashqari 60 dan ortiq monografiya hamda darsliklar muallifi hisoblanadilar. Bizga qolgan ushbu ilmiy merosdan foydalanishi natijasida biz kabi yosh tadqiqotchilar o'zlarining yuridik fanlar falsafa doktorlik dissertatsiyalarini, ya'ni PhD dissertatsiyalarini yoki DC doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilib kelmoqdalar. Men bitta narsani tushunganman, ustozni timsolida, ya'ni insonning xarakteri uni yozgan adabiyotlarda ham namoyon bo'lar ekan. Men hozir o'zim tadqiqot olib boraman raqamli mulklar bo'yicha. Ustozni aynan fuqarolik huquqining obyektlari nomli bitta qo'llanmasi bor. Men o'sha qo'llanmadan foydalanishda e'tibor berganman. Aynan O'zbekiston huquq tizimida qaysi obyektlarni biz fuqarolik huquqining obyekt sifatida tan olishimiz kerak. Ya'ni bugungi kunda men tanlayotgan ilmiy yo'limda aynan o'sha yozib ketilgan qoidalar, fikrlar men uchun to'g'ri yo'nalish bera olyapti. Shu nuqtai nazardan ham men ustozning ilmiy merosi qay darajada mustahkam va barcha uchun tushunarli tilda yozilganligini xulosasini qilganman. Shaxsan o'zimni misolimda oladigan bo'lsam, meni mavzuyim
xalqaro moliya markazlarida raqamli huquqlar va xorijiy davlat huquqini qo'llash masalasida bo'lgan bo'lsa-da, bu bugungi kundagi yangi zamonaviy mavzu bo'lishi bilan birga o'z-o'zidan xalqaro xususiy huquq sohasida, fuqarolik huquqiy sohasidagi fundamental bilimlarga asoslanishi kerak va fundamental jihatdan uni tartibga solish, tadqiq qilish, ilmiy fikrlarni olishda ustozimiz akademik Hoji Akbar Rahmonqulovning kitoblariga, ular qoldirgan merosga murojaat qilganmiz. Ustozning ilmiy meroslari men ilmiy darajamni olishimda muhim o'rin tutgan. Bo'lg'usi yuristlarning ichida yoki bo'lg'usi olimlarning ichida yosh Rahmonqulovlarni ko'rasizmi? O'zini ustida ishlaydigan, xalqaro miqyosga chiqadigan yoshlarimiz juda ko'p va bu albatta bugungi kundagi davlat siyosati bilan ham bog'liq, chunki yoshlarga juda ko'p imkoniyatlar yaratilmoqda. Talabalarimiz bu yilni o'zida xalqaro huquq bo'yicha eng mashhur dunyodagi xalqaro tanlovda eng kuchli 8 talikka kirishdi. Top 8 jamoaga kirishdi. Markaziy Osiyo davlatlari ichida tarixda bunaqa bo'lmagan. 1960-yildan beri bu tanlov bor. 100 tadan ortiq davlatdan 700 tadan ortiq jamoa qatnashadi. O'sha Angliyani, Amerikani jamoalarini ham ular ingliz tilida Washingtonga borib, ularni yurtida mag'lub qilib kelishdi va top 8 talikka kirishdi. Masalan, Garvard universitetiga hozir 3 ta bitiruvchimiz qabul qilindi. Boshqa top 100 talik universitetlariga 100 dan ortiq talabamiz, bitiruvchimiz har yil o'qishga kirmoqda. Buni o'zi men o'ylaymanki, mana shu savolingizga javob sifatida ko'rish mumkinki, hali bunday olimlarimiz yoshlar ichidan albatta chiqmoqda. O'zbek xalqini, millatini dunyoga yana tanitadi. Sivilistika butun huquq fanlarining asosi desak mubolag'a bo'lmaydi. U fuqarolarning huquqlari qonunda qanday ifoda etilishi kerakligini o'rganadi. Inson va tashkilotlar o'rtasida yuzaga keladigan mulkiy va nomulkiy munosabatlarni tartibga soladi. Hoji Akbar Rahmonqulov aynan mana shu yo'nalishda keng qamrovli ilmiy izlanishlar olib bordi. O'zbekistonda mazkur fan rivojiga xizmat qiladigan maktabga asos soldi. Uni takomillashtirdi. Sivilistika fani asoslarini chuqur o'zlashtirmay turib, haqiqiy huquqshunos bo'la olmaysan. Ayni fikrlarni shogirdlariga Hoji Akbar Rahmonqulov juda ko'p takrorlagan. Shu orqali domla yosh yuristlarni sivilistikaga oid bilimlarini mustahkamlashga chorlagan. O'zbekiston milliy sivilistikasini haqiqiy tom ma'nodagi asoschilaridir. Sivilistika keng soha va bularning barcha yo'nalishlari bo'yicha domlaning maktabida kichik yo'nalishlar bo'yicha alohida yana maktablar shakllangan. Ularning shakllanishida albatta domlaning roli, ta'siri juda katta. Bu maktab dunyo miqyosida e'tirof etilgan maktab. Domlaning shogirdlari nafaqat O'zbekistonda, balki Tojikistonda, Qirg'izistonda, Qozog'istonda, Ozarbayjonda, Iordaniyada, dunyoning ko'p mamlakatlarida domlaning shogirdlari bor, domlaning ilmiy maktabini o'tagan shogirdlari bor. Hoji Akbar Rahmonqulov ustoz hayotining so'nggi davrlari juda sermahsul bo'ldi. Sivilistika fanini turli yo'nalishlar bo'yicha 7-8 ta monografiya yozdi. Bitimlar bo'yicha, mulk huquqi bo'yicha, subyektlar bo'yicha, obyektlar bo'yicha. Bu narsa domlaning ishlari bugungi paytda ta'lim jarayonida, ilmiy tadqiqotlarda o'ziga xos dasturul amal sifatida foydalanyapmiz. Sivilistika bilash juda qiyin soha. Lekin tam yozgan kitoblaridan o'sha o'qib juda oson tushunish mumkin edi. Juda chiroyli, oson qilib yoritib berardilar. Shogirdlari ham, masalan, dadam o'sha doktorlik dissertatsiyalarini yoqlaganlaridan keyin yozgan kitoblari bor. Shunaqa yozganlarki, u kitob shogirdlar uchun juda ko'p yo'nalish bor bu kitobda. Ko'rsatgan har bir muammolari shogirdlarini kandidatlik, doktorlik dissertatsiyalarini yozishda yo'nalish bo'lgan. Har bir ko'targan muammolari bir katta doktorlik ishini, kandidatlik ishini yozish uchun bir dasturul amal bo'lgan o'ylayman. Olimning darajasi egallagan bilimidan tashqari o'zidan so'ng ilmiy izlanishlarini davom ettiradigan munosib avlod shogirdlarini yetishtira olganligiga ham bevosita bog'liqdir. Bu borada Hoji Akbar Rahmonqulovni yaratgan siylagan. Uning shogirdlari shu qadar ko'p ekanki, filmni suratga olish jarayonida domla bilan bog'liq samimiy fikrlarni bildirishni istaganlarning cheki ko'rinmadi. Talabalar, shogirdlar, doktorant, aspirantlari ilmiy ishi, balki hayotiy masalalarda ham ko'p yordam qilganlar. Men o'zim shaxsan guvohman. Mana shu
dissertatsiyalar himoyalarida ba'zan mana shu tarafkashlik bo'lib qolsa yoki qaysidir bilimiga qarab emas, o'sha tadqiqotchilari kimnidir shogirdi ekanligi yoki bir qaysi bir boshqa maktabdan kelganligiga qarab kamsitish yoki boshqa bir harakatlar bo'ladigan bo'lsa, ustoz kim bo'lishidan qat'iy nazar joyida to'xtatib, o'sha bilimli insonni qo'llab-quvvatlab, faqat mana shu adolat va haqiqat tomonda turgan insonlardan sanaladilar. Men juda domlani shu bag'ri keng inson sifatida hamda shu bilan birga talabchan inson sifatida bilaman. Sababi men dastlab aspiranturaga qolgan vaqtimda domla savol qo'ygan: qaysi yo'nalishda ilmiy ish qilmoqchisiz? Va u kishi mavzu haqida emas, mavzuni ishlanganligi, nima muammolari bor, qayerda qanaqa savollar bor, qayerda xalqni yoki insonlarni qiynaydigan muammolar borligini so'radi. O'zim fikrlarimda aytganimdan keyin hali izchil tarqalmagan vaqt, mustaqillik hali e'lon qilinmagan. Tasavvur qiling, 90-yil. Shu vaqtda fuqarolarning xususiy mulk huquqi haqida ilmiy ish qilish masalasini, shu mavzuni olishni tavsiya qildi. Endi tasavvur qiling, sobiq ittifoq davrida xususiy mulk haqida gap bo'lishi mumkin emas davr. U kishi endi uzoqni ko'rgan ekan, shuni ilmiy ish qilsangiz, albatta bizlardagi insonlarni qiynaydigan muammolarni yechimi bo'ladi. Huquqiy tomonini belgilab berasiz degan fikr bildirgandi. Shu mavzu bo'yicha aspiranturaga kirib, shu mavzuni oldim, shu mavzu bo'yicha ishladim va ilmiy ishni himoya qildim. Domla kuchli psixolog edilar. Muhokama mavzusi bo'yicha har bittasini alohida fikrini so'rardilar va o'sha fikrni diqqat bilan eshitardi. Bir oltin qoidalari bor edi. O'rganishni, bilishni hech qachon chegarasi yo'q deyishardi. Men hamon talabaman deyishardi. Domlani eng hozir keksa shogirdi hozir 80 yoshlarda. Eng yosh shogirdlari mana 30 yoshlarda. Demak, domlani ilmiy maktabi bugun ham ishlayapti. Domlani shogirdlari timsolida ishlayapti. Domlani o'sha ilmiy g'oyalari, asarlari olimlar tomonidan o'rganilyapti. Talabalar tomonidan o'rganilyapti. Demak, domla bugungi mana shu hayotimizda bevosita qatnashyapti. Bizning akalarimiz, opalarimiz juda ko'p, chunki juda anaqa shogirdlarni xuddi farzandlaridek yaxshi ko'rib, hammasiga shu qo'llaridan kelgancha yordam berishga harakat qilardilar. Ko'p shogirdlar aytardilar, men kelib domla bilan gaplashib, birpas ilhomlanib ketaman. Doim qog'ozlarni oldida o'tirganlarini, yozib o'tirganlarini ko'rib, ularni kuchlarini, g'ayratlarini ko'rman, kuchdan g'ayratlanaman yana va borib shu alfozda ishimni davom ettiraman. Har zamondek kelib energiya olib ketmasam bo'lmaydi deyishardi. Ilmni qadrlasang, u ham seni ulug'laydi deyishadi. Ma'lum bir vaqt ilmiy izlanishlar olib borib, obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra ilmni tashlab qo'ygan shogirdlarni yana ilm olamiga qaytarish uchun Hoji Akbar Rahmonqulovning ajoyib siri bo'lgan ekan. Qanday deysizmi? 11 yil prokuraturada ishlaganimdan keyin domlaning yoniga bordim. Siz ilmni tashlab qo'ydingiz, Kamoljon dedi. Domla, vaqtim bo'lmayapti dedim. Vaqtingiz bo'lmayaptimi dedi. Aytaymi sizga qanday qilib vaqt topishni dedi. Uyqudan 15 daqiqa voz kecha olasizmi? Kecha olaman domla dedim. Yaxshi. Huzur halovatdan bir kunda 15 daqiqa voz kecha olasizmi? Ishingiz ko'p, 12 soatlab ishlaysiz. Ulardan 15 daqiqa chegarlay olasizmi? Mana sizga 1 soatlik vaqt. Agar bir kunda 1 soat ilm bilan shug'ullansangiz, siz katta olim bo'lasiz dedi. Menga juda ham qattiq ta'sir qildi. Bir kunda 1 soat, haftasiga 7 soat shug'ullanish imkoniyati foyda bo'ldi. Va shunga qattiq rioya qila boshladim. Qarang, domlaning mana bugun aytgan gaplari rost ekan. 3 yilda fan doktorligini himoya qildim. Mana domlaning sirini bildim. Domla har yili katta kitoblar chiqaradi. Harakat qilgan bu nomiga diplom uchun emas, umuman umrda oxirigacha shu sohani egasi bo'lish kerak. Chunki olimdan qoladigan narsa nima bu? Kitoblar bu. Mana domlani 400 ga yaqin kitoblar. Hozirgacha mana shu kitoblar, yozgan kitoblari, oldi sotdi shartnomasi haqida yozgan kitoblar, tadbirkorlik, oila huquqi haqida yozgan kitoblarni hamma
tinglovchilari ham, talabalar ham, o'quvchilar ham, studentlar, aspirantlar ham shu kitobdan foydalanadi. Biz ham foydalanamiz. Hozirgacha ahamiyatga ega kitoblarni hisoblanadi. Hoji Akbar Rahmonqulovichda olim sifatidagi sifatlardan biri domla haqiqiy ilm fan tashkilotchisi edilar. Sababi ilm bilan shug'ullanish mumkindir yakka holda. Lekin shu bilan birgalikda ilmni tashkil etish bu olimga juda ham katta mas'uliyat yuklaydi. Maktab yaratish, yangi yo'nalishlarni belgilash, bu bo'yicha shogirdlarga mavzular berish, tadqiqotlarni olib borish, nazorat qilish va hokazo. Ilmni davlat va jamiyat manfaatlarida xizmat qilishiga alohida urg'u berib, shunga e'tibor berib kelganlar. Ustoz Hoji Akbar Rahmonqulov ilmiy rahbarlik qilgan 20 ga yaqin fan doktori va 60 ga yaqin fan nomzodlari orasida nafaqat O'zbekiston, balki Rossiya, Qozog'iston, Iordaniya, Ozarbayjon, Tojikiston kabi davlatlarning vakillari ham borligi ushbu ilmiy maktabning xalqaro miqyosini va nufuzini yanada yaqqolroq ko'rsatadi. Hoji Akbar Rahmonqulov, который возглавил науку Узбекистана и, собственно, основал цивилистику в Узбекистане. Hoji Akbar Rahmonqulov O'zbekistonda ilm-fan rivojiga yetakchilik qilgan, fuqarolik huquqi, sivilistikaga asos solgan zabardast olim. Yana shuni e'tirof etmoqchimanki, Hoji Akbar Rahmonqulovich buyuk olim, ajoyib inson va sodiq do'st edi. Men u bilan ancha ilgari 60 yil oldin tanishgandim. Shundan so'ng biz do'stim bilan bir qator xalqaro forumlar va ilmiy anjumanlar doirasida ko'rishib, doimo fikr-mulohazalar almashib borardik. Meni o'zbekistonlik bu olim bilan ma'lum bir ma'noda taqdirlarimiz ham o'xshash. Chunki Hoji Akbar Rahmonqulovning namunaviy kodeks modeli asosida biz fuqarolik kodekslarini yozdik. U O'zbekiston uchun, men esa Qozog'iston uchun. Uning ilmiy izlanishlarini yuksak qadrlayman. O'zbekistonda fuqarolik kodeksi yaratilishi, shuningdek fuqarolik huquqi fani asoslari mustahkamlanishda uning mehnatlari katta. E'tiborli tomoni olimning shogirdlari, izdoshlari ko'p. Hoji Akbar Rahmonqulov nomi butun mustaqil davlatlar hamdo'stligi va xalqaro miqyosda tanilgan. Olimning xotirasiga bo'lgan hurmatimiz cheksiz. U doimo bizning qalbimizda qoladi. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, hurmatli hamkasblar, aziz do'stlar, men professor Hoji Akbar Rahmonqulovich xotirasiga oid fikr aytishimni so'rashganda, men buni sidqidildan qabul qildim. Chunki bu men uchun katta sharaf. Bunday iqtidorli yirik olim bilan men ilk bor 2000-yilda uchrashganman. O'shanda Gitsa loyihasida professor Knipap bilan ish olib borayotgan paytlarim edi va jarayonda xalqaro huquq tajribalarini o'rganishga doimo zarurat bo'lgan. Ayni shu vaqtda Toshkentda Hoji Akbar Rahmonqulovich ilmiy izlanish olib borayotgan ishchi guruhga rahbarlik qilayotgandi va biz hamkorlik jarayonida uni muhim shaxs ekanligini his qildik. Tan olish kerak, u haqiqatdan juda ziyoli inson edi. Bunga yorqin bir misol shuki, garchi u 2-jahon urushi yillarida azob chekkan avlod vakili bo'lsa-da, nemis xalqiga qalbida gina saqlamay, ilm uchun, kelajak uchun birgalikda ishlash ishtiyoqini sezganman unda. Buning uchun shaxsan men undan minnatdorman. Hoji Akbar Rahmonqulovichning barcha ilmiy ishlari hurmatga sazovor. U juda mehmondo'st, mehribon, qalbi pokiza, kamtar inson sifatida yodimda qolgan. Uning xotirasiga chuqur ta'zim va ezgu tilaklarimni izhor qilaman. Domlaning faoliyatida xalqaro aloqalar ham muhim o'rin tutgan. Hoji Akbar Rahmonqulovni nafaqat O'zbekistonda, balki xorijda ham yaxshi bilishgan. U ko'plab davlatlarni huquq asoslari bo'lgan asosiy qonun va kodekslarni ishlab chiqishda ilmiy hamkorlik qilgan. Olimning mamlakatimiz yuridik fani obro'sini ko'tarish yo'lidagi xizmatlari jahon miqyosida ham e'tirof etilgan. Internet tarmoqlar juda rivojlanib ketgan hozirgi zamonda o'zini faoliyatini xalqaro miqyosga tanishtirish unchalik qiyin emas. Chunki birgina taqdimot bilan, birgina dastur bilan ham odam xalqaro darajaga chiqishi mumkin. Lekin bu yerda ilmni yo'lida, ya'ni internet u darajada rivojlanmagan paytda o'zini ilmiy izlanishi, ilmiy merosi bilan xalqaro darajada ahamiyat kasb etish bu juda ham katta mehnat talab qiladigan narsa. Ustozni qoldirgan meroslarini xalqaro darajadagi ahamiyati naqadar muhim deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida va ikkinchi o'rinda xalqaro miqyosda, bu Yevropa ittifoqi doirasida, Buyuk Britaniya va AQSh davlatlarida ham ustoz tanilganlar va nafaqat tanilib, balki e'tirof etilganlar. Olim sifatida ustozimiz aynan mana shunday e'tirof etilgan olimlardan hisoblanadi. Ularni asarlari, maqolalari mana shu davlatlarda nashr qilingan. U yerning olimlari bizni ustozimizni Hoji Akbar Rahmonqulovichni e'tirof etgan holda ular bilan maslahatlashib ish tutgan. Jumladan Germaniyada ustozimiz juda alohida taniqli olim sifatida e'tirof etilganlar. Sivilistika sohasi bo'yicha olimlar ular bilan juda yaqindan muloqotda bo'lgan. Shu jumladan
ular bevosita Buyuk Britaniyada ham konferensiyalarda ishtirok etib chiqishlar qilganlar va bu haqiqatda juda katta yutuq va umuman O'zbekiston huquq olimlarini yutug'i desak bo'ladi. O'zbek olimining dunyoga tanilishi bu davlatni, millatni tanilishi hisoblanadi. Jumladan uning asarlari rus, ingliz, fransuz, nemis, yapon, koreys va boshqa tillarga tarjima qilingan. Moskva, Parij, London, Berlin, Bryussel, Amsterdam, Seul, Nagoya va boshqa mamlakatlarda o'tkazilgan nufuzli xalqaro ilmiy anjumanlarda huquqning dolzarb muammolariga bag'ishlangan ilmiy ma'ruzalar bilan qatnashgan. Sobiq ittifoq davrida har qanday dissertatsiya faqat markazga borib himoya qilingan. Ayni holat ilm ahliga qanchalik noqulaylik tug'dirgan, buni faqat boshidan o'tkazgangina biladi. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun Hoji Akbar Rahmonqulov tashabbusi bilan Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi bo'lib O'zbekistonda yuridik fanlar bo'yicha nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilish bo'yicha ixtisoslashgan kengash tashkil etildi. Va u nafaqat yurtimiz uchun, balki qo'shni mamlakatlar uchun ham malakali huquqshunos kadrlarni tayyorlashga xizmat qildi. Domlada yuksak ichki madaniyat bor edi. Yuridik institutda ta'lim jarayonida biznes huquqi tadbirkorlik kafedrasiga domla asos solganlar, intellektual mulk kafedrasiga domla asos solganlar, xalqaro xususiy huquq kafedrasiga domla asos solganlar. Shuni o'zi ko'rinib turibdi. Demak, domla yuridik ta'limda, yuridik fanda demak qanday o'rin tutganligi, qanaqa vazifalarni bajarganligi shuni o'zidan ko'rinib turibdi. Domlaning xizmatlari natijasida mana bugun yuridik universitetda shunaqa kafedralar faol ish olib boryapti, tadqiqotlar olib boryapti, studentlarga ta'lim beryapti. Ilm yo'llarida qonun loyihalari muhokamalarida turli qarashlar ko'p. To'g'ri fikrni topib aytish xuddi qum barxanlari orasidan tilla topishga o'xshaydi. Bu yerda olimni noto'g'ri xulosa berishga haqqi yo'q, chunki qonunlarda insonlar taqdiri mujassam. Ustoz juda kam gapirardilar, lekin juda nuqtasiga qo'yib gapirardilar. Lekin bahs bo'lgan olimlar o'rtasida bitta qonunni tushuntirib berish, bitta qonunimiz bor, yana bitta qonun qabul qilishimiz kerak degan bir masala ko'tarilgan edi. O'shanda ustoz ko'p bahs qilib o'tirmasdan yonlarida choynak turgan edi. Choynakni qo'yib, qopqog'ini ko'tardilar-da, mana shu choynakka yana bitta qopqoq kerakmi dedilar. Hamma qaradi-da, nima kerak? Choynakda qopqoq bor-ku. Demak, xuddi shu masalada ham boshqa narsa kerak emas. Mana shu bor qonunimizni ishlatganimiz katta narsa. Shuni avval ishlatishimiz kerak deb shu masalaga nuqta qo'ygandilarki, men u kishidan shunda esimdan chiqmaydi. Masalani aniq bir misol, aniq bir yonlarida turgan predmetni misol qilib turib, joyida nuqta qo'ydilarki, shu bahs munozara o'sha yerda tinch edi-da. Akademik Hoji Akbar Rahmonqulov yashagan tabarruk xonadondamiz. Bu yerga doimo ko'plab olimlar, shogirdlari tashrif buyurishgan. Yig'inlarga turli bayram yoki olimning tavallud kuni munosabati bilan kelishgan bo'lsa ham, aslida undagi suhbatlar ilm-fan, hayot saboqlari haqida bo'lardi. Domla 2-jahon urushi qatnashchisi bo'lganligi bois, o'sha suronli yillar qiyinchiliklari, oddiy dehqon oilasida o'sgan yillari, yo'qchiliklar, sabrning mevasi xususida gapirardi. Inson turmush yo'lida esankirab qolishi kerak emas. Doimo izlanishda, mehnatda bo'lishi lozimligini uqtirardi olim. Biz bu xonadonga ko'p kelib turardik. 2-jahon urushi qatnashchisi domla biz 9-may shu xotirada qadrlash kuni munosabati bilan doim kelardik. Albatta, urush bu juda ham og'ir musibatlar, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'lgan, lekin men bir narsaga hayron qolardim. Domla shu qiyinchiliklari to'g'risida o'sha bilan bog'liq bir masalalar to'g'risida ko'p to'xtalmasdi. Faqatgina urush to'g'risida so'z ketganda ham eng birinchi galda bizlar uchun esda qoladigan eng muhim jihati mana hayotni qadrlash kerakligini tushunishga yo'naltiradigan qilib hayotiy voqealarni aytib berishardi. Mana shu suhbatlar menda bir umr yodimda tursa kerak. Mana shu ish stoliga e'tibor bering. Bu yerda Hoji Akbar Rahmonqulov necha tunlarni tongga ulagan. Qo'limdagi mana shu ruchka bilan domla yuridik ta'lim, huquqshunoslik rivojiga xizmat qilayotgan qanchadan qancha kitoblar, ilmiy risolalar va maqolalarni yozgan. Akademikning ko'zoynagidan boqsangiz, siz uni qo'lyozmalarini ko'rasiz. Aslida domlaning o'tkir nigohlari ilmni, uni rivojlantirishning muammo va yechimlarini ko'rgan desak, mubolag'a bo'lmaydi.
hatto shu umrlarining oxirlarida ham ko'zlari ba'zan charchab qolgan paytlarida ham shu ilmni qo'ymadi. Oxirlargacha kitoblar mana chiqdi. Hozir ham o'sha domladan qanday ishlash kerakligini, mana yurtga sadoqat, ilm fanga muhabbatni domladan o'rgandim. Akademik Hojiakbar Rahmonqulov yashab ijod qilgan xonadondan qaytar ekanmiz, yo'lakda domla o'z qo'llari bilan ekkan anor daraxtiga ko'zimiz tushdi. Bugun shu anorning donalarini sanab bo'lmaydi. Xuddi olim o'zidan so'ng son sanoqsiz shogirdlar va o'quvchilar tinglovchilarni qoldirgandek. Совсем он нестандартно ведет занятия. Вот когда его слушаешь... Domla noan'anaviy dars o'tardilar. Ustozni eshitgan paytingizda siz u bilan birga fikrlay boshlaysiz. Xuddi u kishidek mulohaza yuritasiz. Ma'ruzalarning har biri muammolar yechimiga bag'ishlangandi. Unda domla yoshlarga shunchaki kitoblardagi fikrlarni yetkazmas edilar. Mavzulari sizni o'ylashga majbur qilardi. Chunki Hoji Akbar Rahmonqulov xalqaro huquqdan tashqari jahon iqtisodiyoti va siyosatiga oid masalalarni ham yaxshi bilgan. U juda kamtar va samimiy inson edi. Hazil mutoyibani, hayotni sevardi. Odamlarni ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar hurmat qilardi. Bag'rikeng, mehnatkash edi. Qachon uyiga borsam, doim ishlab o'tirganini ko'rardim. Bir narsa meni juda ta'sirlantirgan, ya'ni domlani hayotining so'nggi yillarida tezkor operatsiya qilishga to'g'ri kelgan. Yaqinlarining aytishicha, davolashni jarrohlik amaliyotisiz ham o'tkazsa bo'lardi, lekin Hoji Akbar aka operatsiyaga rozi bo'lgan. Sababini so'rasangiz, bu kasallik menga ishlashga xalal bermoqda deya aytgan. Tasavvur qiling, faqat ishlash uchungina domla shunday tavakkalchilikka borgan. U menga xuddi otamdek aziz inson edi. Hozirgacha xorijiy safarlarda bo'lganimda, xalqaro tadbirlarda domlani so'rashadi. Men shunday insonni shogirdi bo'lganimdan faxrlanaman. Hoji Akbar Rahmonqulovning olim bo'lib shakllanishida o'ziga xos o'rin tutgan Ziyo maskani. Toshkent davlat yuridik universitetining yo'laklari bo'ylab yurar ekanmiz, bu yerda ustoz qoldirgan ilmiy meros hamon nur sochmoqda. Bu shunday nurki, u ilmning nuri. Olimning shogirdlari, izdoshlari timsolida hamon avlodlarni ziyoga, o'qishga, izlanishga chorlab turibdi. Uning bardavom bo'lishi uchun bu oliy ta'lim dargohida akademik Hoji Akbar Rahmonqulov nomidagi stipendiya ham ta'sis etildi. Ustozimiz nomlaridagi maxsus stipendiyaga ega bo'lganimdan juda ham xursandman. Ko'plab yoshlar orasidan meni munosib ko'rishgani bu albatta quvonarli hol. Ikkinchi jihati shundaki, bu menga juda ham katta mas'uliyat yuklaydi. Ya'ni munosib kadr bo'lib yetishishim kerak. Ya'ni munosib huquqshunos bo'lib, yosh olim bo'lib chiqishim kerak va qolgan yoshlarni ham ilm fanga jalb qiladigan, ilm fanni targ'ib qiladigan munosib kadr bo'lishim kerak. Universitetimizda Hoji Akbar Rahmonqulovichga bag'ishlangan alohida auditoriya tashkil qilish, hozirgi kunda xalqaro xususiy huquq kafedrasini Hoji Akbar Rahmonqulovich nomidagi kafedra deb atashni tashkil qildik. O'ylaymizki, bu ham mana shu yoshlarimiz tomonidan ustozimiz akademik Rahmonqulovni ilmiy merosini yanada ham chuqurroq o'rganish, buni bilish va ularga o'xshash niyatida o'zini rivojlantirishga xizmat qiladi. Hoji Akbar Rahmonqulovning hayot va ijod yo'lidan o'rnak oladigan jihatlar juda ham ko'p. Filmni tayyorlash uchun ma'lumotlar yig'ar ekanman, meni mutolaa va dam olish borasidagi tushunchalarim butunlay o'zgarib ketdi. Nega deysizmi? Bir kuni uylariga bordim. Ustoz hozir nimani ustida ishlayapsiz deb so'raganimda ustoz aytdilar, men charchadim. O'shanda aytdilarki, men dam olish uchun badiiy adabiyot va she'riy adabiyotlarni o'qimoqdaman dedilar. She'rlarni qaytarib o'qib, ularni yodlash orqali o'zimga dam bermoqdaman. Mutolaa qila turib odam dam olish haqida bu o'ziga xos bir master-klass. Shunday aytdimki, bu haqiqiy akademik inson, haqiqiy olim inson. Hatto dam olish bu o'sha adabiyotlarni o'qish bilan amalga oshirilishi deb o'zimga ham shu narsani bir bitib olganmanki, dam olish uchun badiiy adabiyot, she'riy adabiyotlarni o'qish kerak, ya'ni miyani dam oltirish uchun deb shu narsaga rioya qilishga harakat qilaman o'zim ham. Ustoz o'zini asarlari bilan yashayapti. Ustozning asarlari yuridik ta'limdan foydalanyapmiz. Ilmiy tadqiqotlarda foydalanyapmiz. Ustozning shogirdlari bugun respublikamiz, mamlakatimizda turli jabhalarda faoliyat yuritishyapti. Huquqni muhofaza qilishda, yuridik xizmatda, yuridik ta'limda, ilmiy tadqiqotlarda ustozni mana shu shogirdlari orqali va asarlari orqali, demak, ustoz barhayot. Shuning uchun domla o'ziga xos barhayot inson. Sa'diy
Sheroziyni ikki qator misrasi bor ekan aytib ketgan. Aytadiki, qololmas jahon ichra mangu kishi. Faqat qolg'usi yaxshi nomu ishi. Mana shu Hoji Akbar aka, men o'ylaymanki, o'zlaridan keyin yaxshi nom qoldirdilar mana. Yaxshi ish, yaxshi farzandlar, yaxshi shogirdlar. Mana ilmiy maktab qoldirgan inson. O'zini xulq-atvori, bilimi tomonlari bilan chuqur hurmatga sazovor bo'lgan inson deb bilaman. To'g'risini aytsam, men bu inson haqida matn yozishga qiylandim. Olimning bir jihatini yozsam, undan ko'ra muhim qirralari qolib ketayotgandek go'yo. Yozdim, chizdim, o'chirdim va yana yozdim. Huquqshunos olim, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan fan arbobi, akademik, yuridik fanlar doktori professor Hoji Akbar Rahmonqulov haqidagi fikr mulohazalarni bir filmga sig'dirib bo'lmaydi. Haqiqat shuki, olimlar, ilm fidoyilari har kuni tug'ilavermaydi. Aynan ustoz shogird tizimini biz Hoji Akbar Rahmonqulovichda bevosita ko'rganmiz, chunki ular o'zlarini shogirdlariga juda ham mehribon bo'lganlar. Otalarcha o'zlarini shogirdlariga xuddi farzandlaridek munosabatda bo'lganlar. 2007-yildan 2013-yilga qadar ko'p yonlarida bo'ldim, ularni suhbatlarini oldim, ularni duolarini olishga harakat qildim. Ular haqida har doim juda yaxshi fikr bilan eslayman. Ayrim holatlarda shu ustoz bo'lganlarida qanaqa fikr bildirardilar, qanaqa maslahat berardilar deb ayrim holatlarda ularni sog'inaman. Chunki bir ajoyib inson edilar. Ularni suhbatlarini olish odamni dilini yorug' qilar edi. Va umid qilamanki, shu insonga o'xshash nasib qilsin bizga ham. Ko'rganingizdek, film uchun kimdan intervyu olmay, ularning hammasi bir fikrni ko'p bora takrorladi. Biz ustozdan olim bo'lish bilan birga odam bo'lishni ham o'rgandik. Ya'ni Hoji Akbar Rahmonqulov bizlarni nafaqat ilm yo'lidagi ustozimiz, balki otadek g'amxo'r edilar. Aslida otalarning farzandlari hayotidagi o'rni va mehri ortiqcha ta'rifga muhtoj emas menimcha. Sog'insam otajonim, izlayin qayerlardan. Xulosa o'rnida bir fikr. Akademik Hoji Akbar Rahmonqulov garchi hozir oramizda jisman bo'lmasa-da, u qoldirgan ilmiy merosi bilan minglab qalblarda hamon yashamoqda. Shunday hayotiy haqiqat borki, bir olimni kamolotga yetishi uchun bir asr vaqt kerak bo'lar ekan. Agar u ana shu vaqt oralig'ida ko'plab olimlarni tarbiyalagan bo'lsa, bunday insonni shu millat, shu vatan uchun qilgan mehnatlarini biron mezon tarozusida o'lchash mushkul. Chunki ilm nuri so'nmaydi, o'chmaydi. Ustozning joylari jannat, oxiratlari obod bo'lsin. Sog'insam nur jahonim, izlayin qayerlardan.